Hammaga salom, короче, bugun skelet videosimizni jalayapti. Shularni anglab yetdimki, kommentariyaga kirib birinchi Shrekni rasmini qidiradigan odamdan yaxshilik chiqmaydi. Tilni chiqarib burundan nafas olib bo'lmaydi. Va ahmoq odamgina duch kelgan gapga ishonib tilini chiqarib qolaveradi. Birinchi bo'lib, mana kanalimdan base app'ni yuklab olamiz. Bu avtomotion, ya'ni Lightmotion'ni zo'r versiyasi modlashgan. Bu kanalimning linki opisiyaniyada bor va mana bu yoqda o'zini QR kodini ham yozib qo'yaman. Skanerlab, keyin o'zingizlar o'tib olasizlar. Keyin men sizlarga ko'rsataman. Bu shablonga o'xshagan narsa, lekin shablondan yaxshiroq. Buni o'zingizlar kirib istaganingizlarcha o'zgartirishingiz mumkin. Bu XML deb aytiladi. Dastlab buni olishni, ya'ni Lightmotion'ga o'tkazishni ikkita usuli bor. Men sizlarga ikkita usulini ko'rsatib beraman. Birinchisi yuklab olish. Mana shu faylni yuklab olasizlar. 2 marta yuklashni tavsiya qilaman. Bo'lmasa olmasligi mumkin. Bunda materiallar bor, buni ham olib qo'yasizlar. Bu birinchi yo'l edi. Ikkinchi yo'li mana bu linkga kirib ketasizlar. Lightmotion olganinglardan so'ng kirib ketasizlar va ustiga bosinglar kiradi. Mana bu importdan bosasizlar. Keyin ozgina kutasizlar. Endi bu o'zi import qilyapti. Shablonlarni ko'chirib, sizlarni Lightmotion'dagi o'zingizlarning proyektlaringlarni yoniga boyagi shake va CC'ni oladi. Shake bu qaltiraydigan effekt. CC bu o'zini svetni o'zgartirib beradigan narsa. Bu CC deb aytiladi. Mana ichiga kirib ketdi. Sizlarda rasm olmasligi mumkin, chunki bu rasm mana telefonimdagi rasm. Va bundan chiqib template'ga o'tamiz pastdan va tepadagi uploaddan bosamiz va tepada boya kanalni qasa qilganimizda turibdi. O'shani ustiga bosamiz, next'ni bosamiz, o'zi ishlab ketadi. Continue tugmani bosib hammasi ishlayapti. Mana chotki. Endi chiqamiz. Bittasini o'chirib tashlaymiz. Plusni bosamiz, keyin mana bitta nom yozish kerak. Istalgan nominglarni yozsanglar bo'ladi, yozmasanglar ham bo'ladi. Просто так kerak bo'lib qolishi ham mumkin. Men first school edit deb yozib qo'yaman. Qarshi mana birinchi school editim bo'lgan shunaqa deb yozib qo'yamiz. Keyin formatlarni tanlaymiz. Istagan ko'pincha 4x3 formatni qo'yish kerak. Shunisi mos tushadi. Hali bular haqida ham video chiqaraman. Kommentariyada yozib qolasizlar, qiziq bo'lsa agar. Keyin 60 fps ni qo'yib, svetni black'da qo'yamiz. Create projectni bosamiz. Plusni bosib, mediaga o'tib, kattalashtiradigan bosamiz chap tarafda. O'zimizga yoqadigan rasmni tanlab, tepadagi plusni bosamiz. Keyin videoni ustiga bossak, mana shunaqa narsalar chiqadi. Movie transformga o'tib, mana bu o'tib, 3-ga o'tib, yaqinlashtirib olamiz. Yaqinlashtirib olasizlar, o'zingizlarga mos qilib, so'ng yana plusni bosasizlar, muzikaga o'tib, view file bosib, songsga o'tib, o'zingizlarga yoqgan muzikani tanlab, keyin plusni bosasizlar o'ng tarafdagi. Endi yaxshilab qarab o'tiringlar, hozir ko'rsataman. Bu yerdan o'zimizga kerak joyni qirqib olishimiz kerak. O'tamiz, muzikani ustiga bosamiz, mana bosdim, chap tarafdagi kesadiganni bossanglar, kesadi. Menga shu joyidan kesishim kerak. Men kesadiganni bosaman hozir. Bosdim. Endi boshiga o'tamiz va chap tarafga o'tkazadiganni bosamiz. Qaranglar, o'tkazadiganni bosdim. Tepadagi strelkani bossanglar, u qaytarib qo'yadi. Bosdik, mana shuni bosish kerak, ko'rsatib qo'yapman. Shuni bosasizlar, to'chni ko'tarib boshiga olib kelgandek bo'ladi. Keyin qo'linglar bilan tutib cho'zasizlar, qarchi. O'zingizlarga kerak joyni mana bu chetga qo'yib turamiz. Gapni eshitamiz, o'zimizga kerak joy kerak. Misol uchun kommentariyadan Shrekni, qarchi, gifni topgan odam deb gapiradi, qarchi. O'sha joyidagi gapni tugallagandan so'ng
chiqmaydi. Bize belgi ko'yish kerak. Mana biz soniyalarning ustiga bosamiz. 06 0006 deb yozib ketdi. O'shaning ustiga bosib belgilab olishimiz ham mumkin. Chiqmaydi. Hozir ustiga bitta bosib qo'ysanglar mana qizil narsa chiqadi. Bitta bossanglar. Endi musiqadan pak degan joy bor. Pak deb qarshi edit ya'ni skelet qo'yadigan joyi bor. O'sha joyini metga qilamiz. O'zingizlarga qulay joyini mana tutib turib pastga o'tkazasizlar. Mana zvukini lekin 35 mi, 25 mi qilib qo'yish kerak. Shularni anglab yer. Menimcha 35 yaxshi deb o'ylayman. Kommentariy O'zingizlarga ham moslaysizlar buni. Gap eshitilishi kerak-ku, odam gapi ham. Xo'sh, shu joyigacha eshitamiz. Pak degan joyi bor o'zi. E'tibor bersanglar, musiqada yozib qo'yibdi. Musiqaning ustidagi rasmlarda ko'rsatib qo'yibdi. Pak degan joyi, pak deb skelet qo'yadigan joyi teparoq, qarchi. Ko'rsam turibdi-da, kattaroq. O'zimizga kiramaydigan joyini kesib tashlab, qarchi qizil joyga mana shu qizil belgini ustiga qo'yish kerak. Bu belgi beat deb aytiladi. Beatmi shunaqa narsa. Ikkalasi ham bitta joyda turishi kerak beat bilan. Endi buni qo'yamiz. Endi boshiga o'tib musiqani bosamiz va mana shu o'ng tarafdagi nuqtani bosamiz. Olib kelib qo'yadigan qarchi. Mana buni olib keldik. Endi hamma narsasi o'zimizga mos bo'lyapti. Endi buni screenshot qilish kerak. O'sha qizil nuqta joyini screenshot qilishimiz kerak. Tepadagi exportni bosamiz. Dumaloq narsani yonida. Endi PNGni bosamiz. Exportni bosib exportga beradi. Keyin save ni bosamiz, close ni bosamiz. Endi buni o'rtasidan kesamiz, videoni ustiga bosib chetga qo'yib qo'yamiz. Boshiga qaytib, plyusni bosib mediaga o'tib, u yerga sahnaga qilganimizni olamiz. Buni joylashtirib qo'yganimizdan so'ng buni biroz uzaytirmasak bo'lmaydi. Hozir musiqaga moslab buni ham cho'zib qo'yamiz. Shu joygacha. Yo'q, boshqasini cho'zibman, o'zini cho'zamiz. Mana shu bo'ldi. Tepadagini ustiga bosib, o'chiradiganni bosamiz. Tepada o'chiradigan quti bor, o'shani bossanglar o'chib ketadi. Buni bo'ldi. Qarchi buni cho'zib qo'yamiz ozgina. Muzikani kiritib tashlaymiz. Orqasiga mana bu keyframe ustiga bosamiz. Uchburchakni bosib, mana bu yoqqa o'tib, kamaytirib, keyin kamaytirganimizni chetga surib qo'yamiz. Bu chiroyli muzika tugashi uchun bu. Keyin chiqib ketamiz. Boyagi kanaldan olgan proyektni ichiga kirib, mana bularni bosib turasizlar va asta-sekin tushirasizlar. Keyin qo'lingizlar bilan bosib tashlaysizlar. Mana shunday qilib, mana buni tugmani bosib copy on layer degan bor. Copyni bosib qarshi eng tagidagiga o'tasizlar. Buni effektga bosasizlar. Mana bu 3 ta nuqtani bosib copy effectsni bosasizlar. Bo'ldi. Endi bundan chiqib ketamiz. Hammasini kopiya qildikda, hozir kopiya. Endi buni pastiga qilamiz. O'zimizning videoga berib chiqamiz. Mana bu qizil nuqtaning ustiga o'tamiz. Mana pauzaning yonida strelka bor, o'shani bossanglar o'zi avtomatik qizil nuqtaning ustiga o'tadi. Mana buni videoning ustiga bosib effektni bosamiz. Videoning ustiga bosib effektni bosib 3 ta nuqtani bosib, endi boya kopiyani qilgan bo'lsak, endi pastiga qilamiz. Boya oldik, endi esa shuni qo'yamiz-da bu. Endi buni qo'ydik. Endi chotki tushyapti mana. Endi yana chap tarafdagi strelkani bosamiz. Keyin mana bu bosib pastani bosamiz. Mana boya shuni kopiya qilgandik, endi shuni pastiga qilamiz. Mana bu svetni ham o'zgartirdik, CC qo'ydik. Endi bu CClarni ham bosib turamiz va mana bu eng oxiriga o'tkazamiz. O'zimizga qulay joyga o'tkazib, endi qaranglarchi, mana bu o'tkazadiganni bossak, olib o'tkazadi-da, olib o'tkazadi. Mana bu cho'zmay shunchaga oladi-da, o'tkazadi. Endi mana buni bosadi, uni yonidagini bosadigan bo'lsak, bu cho'zadi. Bizga cho'zish kerak. Hamma joyiga yetish kerak-da, bu cho'zamiz. Endi esa qarchi tepadagi nuqtani bosamiz.
tugmani va o'zingizlarga kerakli sifatni tanlab olasizlar. Mana shu joydan 2160 ko'tarsa shuni qo'yasizlar yoki 1080 ni qo'yasizlar va pastdagi exportni bosasizlar. Bosganinglardan so'ng mana shunaqangi o'ng tarafdagidek save chiqadi. Save'ni bosasizlar bo'ladi. What the fuck man? Skelet videoda skeletni boshib olmasligini qanday tushunish mumkin? Buni e'tiborsizligim tufayli video montaj qilayotganda, tutorialni montaj qilayotganda ko'rib qoldim va e'tibor bersam yo'q ekan rosa ham va xatoimni to'g'rilashga harakat qilib qaytadan yana videoga oldim. Yo, nega ko'rishmaganimiz ancha bo'ldi endi. Korchi, mana bularni birinchi bo'lib ko'rmaydigan qilib qo'yamiz. Hammasini ko'rmaydigan qilsak qotmaydi, sezilmaydi va rasm ustiga bosamiz. Korchi, rasm ustiga bosgandan so'ng effektlarni avval copy qilamiz, keyin kesib tashlaymiz, hammasini yo'qotamiz va TG kanalimga o'tamiz. Unda skeletni boshini tashlab qo'yganman. Tayyor PNG, ya'ni orqa fonini kesib tashlaganman. O'shandan bittasini sketchat qilamiz va Elite Motion'ga qaytamiz. Qaytganimizdan so'ng qarshi boyagi videoga e'tibor bermasdan bu reklama edi. Keshdagi qarshi skeletni qo'yamiz. Joylashtirib chiqamiz. Yo, qo'lim bilan joylashtirganim yaxshi. O'zingizlarga moslab qarshi chotki qilib moslab effekt yotib add effektni bosib tepadan o'tkazib yuborasizlar. O'ng tarafga saturation'ni bosamiz. Saturation'ni 0 qilamiz. Yana 0 qilamiz. Qarshi 0 qilgandan so'ng bundan chiqib turib o'rtadagini bosamiz va pastga o'tamiz. Shadow'ni yoqib qo'yamiz va men qaytargandek qarshi qaytarasizlar. Shadow berib bo'lib, mana buni cho'zish kerak. Skeletning boshini mana bu rasm bilan ikkisini teng qilish kerak. Cho'zamiz. Cho'zib bo'ldik. Pastga tushirish kerak. Pastga tushiramiz. Ustida qo'ydik. Mana endi sizlarga yana bitta narsa ko'rsataman. Qarshi uni ustiga bosamiz. Mana buni bosib duplicate'ni bosamiz. Keyin mana shu joyidan kesamiz. Endi opacity'ga o'tamiz. Keyframe qo'yamiz. 3 burchak narsani qo'yib boshiga o'tkazamiz va mana buni 0% qilamiz. Ko'rmaydigan bo'ladi. 0% ni qo'yib oxiriga qo'yib mana bu grafikni chizib qo'yamiz. Yo, bu bo'larmikin? Mana shunaqa qilib qo'ysak, ha, shunaqa qilamiz. Keyin buni chiqamiz. Bunga kirib kattalashtiramiz. Bu keyframe qo'yamiz boshiga, keyin kattalashtiramiz. Kattalashtirganda keyframe paydo bo'ldi. Shu paydo bo'lganini mana shu joyga qo'yib, buning grafikini mana shunaqa qilib chizamiz. Bu o'zingizlarga mos qilib chizsanglar bo'ladi buni. To'g'ri, menakidek qilish shart emas. Bo'ldi, qarshi. Endi chiqamiz. Bu chiroyli bo'ladi. Buni qo'ymasanglar ham bo'ladi, lekin ya'ni shunaqangi yo'qolib ketadigan effektiv bo'lib chiqadi va buni qilish shart emas, o'zingizlar bilasizlar va tepadagi chap tarafdagini bosib turib, uchtasini bosasizlar. Mana bu tepada yana bitta bosilib qoladi, uni olib qo'yamiz. Mana asosan uchtasini belgilaymiz. Keyin eng tepadagi birinchi tugmani bosamiz. Gruppa ochib qo'yadi. Shu gruppaning ustiga bosamiz. Effekt o'tib, boyagi copy qilganimizni pastga qilamiz. Endi shay qo'yildi. Mana bu CC'larni ochib chiqamiz endi. Qarshi ochib qo'yganinglardan so'ng tugida kanalga like bosib, videoga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bunday videolarni topib bo'lmaydi. O'zbekistonda juda ham kamdan-kam topiladi bunday videolar. Qarshi keyingi videolarda ham qanaqa video chiqishini yozib qolarsizlar, shunga qarab chiqaramiz.